ekanman. Mashallah. Xo'jaylari yana oldindan kasallikni oldini olishga yana bir marta bordi, jo'natdilar. Ba'zan bo'lmasa, ovozim balandroq chiqib qolsa, bor hijoma yedirishdan sog'inibsan. Mashallah. Eslatib o'taman, hijoma kortizolni tushiradi. Ya'ni kortizol bu stress gormoni. Ayollarda kortizol gormoni juda ham ko'tarilib ketish ehtimoli juda ham katta va tez. Shuning uchun hijoma muolajasi organizmni tozalab, kortizolni zo'r tushirib beradi. Streslar. Yana bitta unaqa keltirib ketaman. Boshlaganimda 76 kilo edim. Kortizollarim tushgan ekan, hozir 70 kilo 500. 70-500 man. Necha kiloga minus bo'lgan shunda? 5 kiloga. Voy, mashallah. Bu ikkinchi bemorimiz. Mashallah. Ikkinchi bemorimiz 5 kilo vez hijomadan keyin tashladim deyishgan. Bu ikkinchi bemorimiz bo'ldilar. Mashallah. Allohumma ba hammasi Alloh fazli. Albatta sunnatda darhaqiqat 100% shifo bor. Kimda agar bu narsaga shubha bo'lsa, albatta konsultatsiyalarimizga kelib ko'rishsin. Bizda konsultatsiyalar bepul. Hijomadan maksimal